8 ayning 26 kuni Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Shi Jinping Janubiy Afrikada o'tkazilgan kesak davlatlar rahbarlari uchrashish yig'inidan qaytish safarida Urumchida to'xtab, Uyg'ur avtonom rayonining kattaboshlari bilan ko'rishganda, bu rayonning Xitoyning strategik taraqqiyotidagi alohida o'rnini ta'kidlagan hamda Amerika boshchiligidagi g'arb ellarida irqiy qirg'inchilik deb ayblangan bostirish siyosatini adoqqicha davomlashtirganligini jakarlagan. Xitoy Markaziy televiziya stansiyatorining bergan xabarga qaraganda, Shi Jinping Urumchiga kelib, Uyg'ur avtonom rayonlik partikomining sekretari Ma Xingruyning xizmat dokladini anglab bo'lgandan keyin uni to'liq muayyanlashtirgan hamda ko'rsatma berib, bu rayonning Xitoyning kelgusi taraqqiyoti va Xitoy millatining gullanishidagi strategik o'rnining alohida muhimligini ta'kidlagan hamda kelgusi yo'l xaritasini sizib bergan. Siyosatchi to'rining 26 avgust kuni e'lon qilgan Shi Jinping Xinjiangga yurgizayotgan qattiq qo'l siyosatini texmo kuchaytmoqchi nomli maqolasida ko'rsatilishicha, Shi Jinping xalqaroning ayblashiga parvo qilmay, Uyg'ur rayoniga qaratgan bostirish siyosatini yuqori pallaga ko'tarmoqchi. Shi Jinpingning Uyg'urlarni dafsanda qilish siyosati Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan tekshirilib, insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotgan bo'lishi mumkin degan yakun chiqarilgan. Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlari u jinoyatni irqiy qirg'inchilik deb atab, Xitoy amaldorlarini cheklagan ahvoldami Shi Jinping jinoyatga to'lgan bu Xinjiang siyosatini muayyanlashtirgan hamda uni kuchli shaklda davomlashtirganligini jakarlagan. Shi Jinping muqimlik orqali taraqqiyotga kapolatlik qilish, taraqqiyot orqali muqimlikni ilgari surish degan shiorni ta'kidlab, Xinjiangning uzun muddatlik aminlikini saqlash uchun qonun bayrog'ini egiz ko'tarish, qonunni qo'ral qilish, qonun tuzum bilan boshqarish darajasini o'stirish, yoshirun xatarning oldini olish mexanizmini yaxshilash, terrorlikqa qarshi kurash qilishini, muqimlikni ilgari surishni qonunlashtirish va doimlashtirish bilan birlashtirish, hammani tegidan tuzash, yiltizidan davolashni kuchaytirish, yerlik bilan Bingtuanning qo'shilishini teziltish, islom dinini xitoychilashtirish, xitoycha so'zlashni umumlashtirish deganlarni o'tirib qo'ygan. Xitoy Project Tour'ning 27 avgust kuni bergan Shi Jinping o'z amaldorlarini Xinjiangga qattiq qo'l siyosat yurgizishda ching turishga buyurdi nomli xabarida tahlil qilinishicha, Shi Jinping bu qitim Xinjiang siyosatini yanada kuchaytirish to'g'riliq ta'lim berganda ko'zlagan nishoni bu siyosatni oxirigacha yo'l qo'yish orqali Uyg'urlarni to'liq tinchitish va assimilyatsiya qilish, Uyg'ur rayonini bir balvog'i bir yo'l qurilishidagi halqiliq tugunga aylantirish, shundaqla xalqaro savdodan foydalanib Xitoyning iqtisodini gullantirishga yo'l hozirlash ekan.